Alo. Sardor aka uyga tez yetib keling, mazam qochyapti. Ha? Hozir boraman. Ha, nima bo'ldi? Sardor aka, sizga yeta olmayman, uyalaman. Nima yeta olmaysan, qat'iy uryapti, politsiyaga boramiz. Yo'q, bolnitsada erkaklar ko'p. Bo'pti, yur. Xullas mana shu NS Medical bo'ladi. Shundoq kirasan, bu yerda ayollar ishlaydi, erkaklar kirish mumkin emas. Ginekolog, urolog, mammolog, xullas hamma molliklar shu yerda. Shundoq kirib dardingni aytsang bo'ldi, xo'pmi? Bo'pti. Davay. Hammasi joyida, nima bezovta qilyapsiz sizni? Yeta olmayman sizga. Chizda ham muammo yo'q, nima bezovta qilyapti? Aytmayman sizga. Vrach akusher ginekolog Dildora Kamaldinnaman. Siz klinikamizdagi barcha shifokorlar qabulida bo'libsiz. Sizni nima bezovta qilyapti? Sizga ham yeta olmayman. Sizlarni hech qaysingizga aytmayman. Sardor akam o'ziga aytaman. San nima aybimiz bor ekan? O, Bo'ldi. nima bo'ldi? Qat'iy uryotgan ekan. Ularga ham aytolmadim. Sen jinni pinnimi? Sen nima yeta olmaysan? Men ularga aytmayman, sizga aytaman. Ayt unda. Quloq bering. Davay. Sizni sog'indim. Naqd sog'inganmisan, g'alatiroqmisan? Sog'insang qat'ingni oriydimi? Sardor aka, sizni sog'insam kasal bo'lib shunaqa mazam bo'lmay qoladi. Ishdan qo'rqinglar kerak, bunaqa kechirmang. Manzilda sal adashimman, sani bo'tga emas, jinnixonaga olib kelish kerak. Nima? Voy, bu sog'inganingiz o'z doktorga olib kelib tashladingiz mani. Пока, котик.